Assalomu alaykum o'rtoqlar. Siz bilan Markaz Brokerlik kompaniyasi analitigi Behzod va Mod Capital'ni bosh mentori Suxrobek va siz bilan Mod Capital va Markazni YouTube kanallarida ko'rishib turibmiz. Suxrobek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli Mod Capital Trading Akademiyasining kelajakdagi jana hozirgi studentlari, jana shunday эле Markets Brokerlik kompaniyasining qo'llanuvchilari qandaysizlar? O'rtoqlar, Suxrobek bilan bilasiz, har seshanba kuni biz odatda video tahlil chiqaramiz. Ular texnik tahlil, men esa qo'shimcha fundamental ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilaman. Suxrobek odatda chizgandan keyin bozor harakatlanadi. Ana shu tahlillarni o'tkazib yubormaslik uchun videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya beraman, chunki video davomida barchani qiziqtirgan Bitcoinni ham tahlilini ko'rib chiqamiz. Suxrobek, dollar indeksidan boshlasak. Так, давайте доллар индексин сиздер менен технический анализ кылып чыгабыз. И то мен мурунку видеодо сызган сызыктарым чото жай өчүп кетип атат. Последний максимум пробойная формация болоруна бизде именно доллар индексине покупка болушу мүмкүн деп туруп мурунку видеону эсли чогуу көрүп байкасаңыздар болот. И то ошодон бери доллар индексинин өзүнүн күчүн, энергиясын жогоруга өскөнүн көрсөк болот экен. И именно ушул чектен бар ровно 97 пункт движения на жогоруга болгон экен. Эми в данный момент кандай формация болушу мүмкүн? Давайте сиздер менен чогуу анализ кылып чыгалы. Бизде в основном локальный линия трендабыз бар бул жерде. Так, бул минимумду алсак да болот, бул минимумду албай койсок да болот экен. Локальный линия трендасы и самый последний уровень сопротивления бул чекитте турат. Демек, базар кайсыл бир тарапты пробойный формация бере турган болсо, скорее всего, ылдыйды бузуп өтөт деген ойлорум болуп атат, чтобы базар кайсыл тарапта касание көп болсо, ошол тарапка пробойный формация болушу мүмкүн. Астынан 2 касание, жогорудан 2 касание, демек, жогоруга бузуп кете турган болсо, бай позиция, кайсыл жерге чейин десеңиздер, өзүнөн мурунку сопротивление. Вот бул жерге чейин покупка. А если ылдый буза турган болсо, астыңкы линияны пробой кыла турган болсо, анда астыңкы минимумга чейин анда бизде продажа болот экен. O'rtoqlar, dollar indeksi bo'yicha Suxrobekning tahlillarini qo'llab-quvvatlaydiganlar bormi? Men ularning tahlili bo'yicha mana shu hozir ko'rsatgan zonalariga borib, undan keyin откат bersa kerak pastga deb kutyapman, chunki dollardan barcha qochyapti. Buni ertalabki brifingda ko'rganlar bor. Ko'rmaganlar uchun dollar indeksi bo'layotgan vaziyatlar hozir savdo urushi boshlanish ehtimolligi bor, chunki Oliy sud Donald Trampni olib borgan mana shu savdo siyosatidagi bojlarni noqonuniy deb topganligi, bu esa Donald Trampni jahlidan chiqardi va bu orqali yana ham qo'shimcha boshqacha tariflar, o'zini vakolatidan chetga chiqmagan holatdagi tariflarni qo'yish, mashinalar ehtiyot qismlari, alyumin, po'lat va shunga kabi chiplar barchasiga yana tariflarni oshirish ehtimolligi bor va undan tashqari bugundan boshlab 10% soliqlarni 6 oylik, ya'ni 150 kunlik soliqlarni amalga oshiryapti. Bunga Kongress qarshi chiqyapti. Hozir orada o'zini mana shu senatlar ichida ham hozir noaniqlik paydo bo'lgan, respublikachilar va demokratlar o'rtasida noaniqlik. Bu esa dollarda balki pasayishni siklini ko'rsatib berishi kerak edi. Hozircha kutyapman, Suxrobek ko'rsatgan zona hozir aktual va mana shu zonaga borsa, undan keyin откат bo'lsa kerak pastga degan kutilmam bor. Suxrobek, yevro dollar juftligiga to'xtalsak. Так, давайте сиздер менен чогуу евро-доллар парасын технический анализ кылып чыгабыз. Так, евро-доллар парасында мен кандай формация көрүп атам? Именно мен мурунку видеодо точно эстей албайм, но локальный минимум именно доллар индексине корреляция формациясына пробойный формациядан падение болушу мүмкүн деп күтүлгөн эле, но паденияны көрсөк болот экен. Эми в данный момент кандай формация көрсөк болот? Так, бизде астыңкысында уровень сопротивления бар. Уровень сопротивления, так, бул жерде бизде биринчи отскок, бул жерде биринчи отскок, экинчи отскок. Демек, кайрадагы ушул линияга келеринен линия трендасын жасап берген, линия трендасын пробойный формацияда кылып берген. Эми биздин кыла турган ишибиз, кааласаңыздар күтүп турсаңыздар болот, кааласаңыздар өзүңүздөргө белгилүү бир минимум поддержкаларды чийип, ошол поддержкаларга келгенде, башкача айтканда базар минимумга келгенде минимумдан покупка кылганы, максимумга келгенде максимумдан продажа кылганы аракет кылып келсе. Так, бул жерде бизде ордер блок зонасы калып кеткен. Демек, ушул жерден дагы разворот алып кетиши мүмкүн. Бизде максат take profit өзүнөн мурунку вот уровень сопротивленияга чейин покупка кылуу идеябыз бар евро-доллар парасына.
Demak, albatta bu yerda kalkulyatsiyani inobatga olishimiz kerak. Yevro sayzi o'rtasida o'zi bizda noaniqlik kelib chiqyapti. O'rtoqlar bilamiz, yevro funt juftligida ham biz bugun katta ehtimol bilan agar bizni mana shu отложенный orderlarimizga borsa, selga paytsa qarashni tahlilini ko'rgandik, lekin hozir yevro dollar to'g'ri birozgina yuqori ketyapti. Va bu orqali balki откат ola olsak, biz selga paytsa qarab ko'ramiz. Fundamental omil jihatidan qaraydigan bo'lsak, savdo bojlari, avtomobil bojlari uchun Donald Trampda hozir imkoniyatga ega. Agar u avtomobil bojlarini qo'yadigan bo'lsa, oshirib tashlasa, bu Yevropa uchun, Germaniya uchun albatta minus bo'ladi. Bu esa yevroni qadrsizlanishiga olib keladi. Undan tashqari, Kristin Lagard, ya'ni Yevropa Markaziy bankining rahbari muddatidan oldin ishdan ketmoqchiligi, ya'ni pensiyaga chiqmoqchi deylik. Mana shu sabab ham hozir yevroga ishonchni susaytiryapti. Yevro dollar ham pasayish sikliga ega. Yevro funt juftligi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, albatta bu yerda biz selni ma'qul ko'ryapmiz. Yevro dollarda ham dollar outsider sifatida ko'ryapmiz, ham yevroni. Bu yerda sal noaniqlik bo'lib qoladi. Shuning uchun men yevro dollar juftligida fundamental omil bo'yicha yo'nalishni unchalik ma'qul ko'rmayapman, yoki bayga ham yoki selga ham. Shuning uchun fundamental omil hozir yo'nalish bermayapti yevro dollar juftligida. Suxrobek, neft narxlarini ko'rsak, qanday bizga kotirovka ko'rsatyapti neft? Так, VTI neft bo'yicha texnический анализni ko'rib chiqasizlar menimcha. Так, в данный момент qanday formatsiya и pozitsiya ko'rishingiz mumkin? Neftda последний minimum поддержкamiz bor. Agarda bizda в основном qaray turgan bo'lsak, глобальный тренд bo'yicha самое последнее сопротивление пробойный formatsiya qilib, и то ushul yerda bu flatga tushib qolgan, boshqacha aytganda flatway движение deb bo'lsa, o'zingizlar bilgan как боковое движение desangizlarda bo'ladi, deb bo'lsam, обычный flat deb qo'ysangizlarda bo'ladi. Endi menda в основном flatway движение formatsiya olgandan keyin men qanday pozitsiya ko'raman? Bozordagi последний je сопротивленияni, je поддержкani пробойный formatsiya qilarim deb, qaysi tarafda bozor buzib o'ta turgan bo'lsa, men o'sha tarafga сделка ocham. Ну, в основном последний minimumlarga chayn, bizda сопротивленияларimiz bor, shu joqlarda ko'rgan bo'lsangizlar, shu joqlarga chayn падение bo'lishi mumkin. Qachon? Если последний bu joqdagi low pozitsiya пробой bo'la turgan bo'lsa, bu yer пробой bo'la turgan bo'lsa, bu yergacha падение bo'lishi mumkin. Neft bo'yicha fundamentalga to'xtaladigan bo'lsak, neftda hozir albatta OPEC Plusni aprel oyidan boshlab qazib olishni oshirishligi haqidagi gaplari, bu albatta bizga neft bo'yicha selga signal beryapti. Ta'minot zanjirida uzilish yo'qligiga hozircha selga signal beryapti, lekin payshanba kuni mabodoga mana shu masalalar bilamiz, AQSh qaysi davlat bilan urush ehtimoligi borligini, ana shu urush bo'ladigan bo'lsa, neft yuqori ketib qolishi mumkin to'satdan. Lekin hozir pozitsiyalar pasayish ehtimolligini yuqori deb baholayapti. Suxrobek, tillani ko'raylik. Hamma kutadi menimcha oltinni. Давайте oltinda sizlar menimcha analiz. Так, oltinda в данный момент qanday formatsiya и pozitsiya ko'rsak bo'ladi? Так, sizlar menimcha ko'rib chiqadi. Так, глобальный timeframe'dan kelamiz. Birinchi H4 timeframe'dan kelamiz. Так, ko'rgan bo'lsangizlar, bizda последний уровень сопротивления bu yerda ne olgan? Пробойный formatsiyasini bergan. Bozor пробой qilgan. Demak, ushul yerga откат и ushul yerdan покупка bo'lishi mumkin. Но именно ushul yergacha откат o'zini o'zi 51-50 punktdan oshiq движение bo'lib ketgan. Demak, biraz lokalniyroq timeframe'dan ko'ramiz. M30 timeframe. Так, M30 timeframe'da bizda qanday formatsiya bor ekan? Bu yerda ko'rgan bo'lsangizlar, последний уровень сопротивленияsi, последний maksimum bizda bu yerda ne bo'lgan? Пробойный formatsiya bo'lgan. Demak, Smartmoneyga tengil ola turgan bo'lsak, bu yerda boss bo'lgan, astindagi order bo'lib kelgan, bu yerda как likvidностьlarda to'xtab o'tib desak ham bo'ladi. Lokalniy timeframe'ga qo'ysangizlar, kichkinakay треугольник modelida jasolatlar. Так, 15 minutlik timeframe'da bizda ko'rgan bo'lsangizlar, треугольник modeli в основном qaysi tarafda kasanya ko'p bo'lsa, o'sha tarafga пробойный formatsiya bo'ladi. Demak, bizda последний maksimumlar ko'p kasanya, maksimumlarda ko'p kasanya, demak, последний maksimum deb bo'lsa, trendовый liniyasi пробой bo'la turgan bo'lsa, o'zini murunqi maksimumga chayn biz покупка ustida ko'rsak bo'ladi. Bu joqdagi maksimumga chayn biz покупкаga ideya izlasak, сделка qilsak bo'ladi ekan. Bu joqqa chayn. O'rtoqlar, haqiqatan qaranglar, uch burchak patroni juda ham zo'r ishlaydi. Bilamiz, hozir ichida
konsultatsiya bo'lyapti va hozir bu yorib o'tadigan bo'lsa, agar retest bersa, katta ehtimol bilan mana shu zona, ya'ni yuqoridagi bizdagi likvidlar tomon harakatni ko'rsatib berishi mumkin. Lekin bu yerda xavfli zona, bu yerda FVG, ya'ni ACT bilan shug'ullanganlar uchun biz katta time frame'da turibmiz va FVG bizda sal aktual. Agar mana shuni buzib o'tib ketadigan bo'lsak, o'rtoqlar, siz baribir foyda qilasiz. Kamida 20 dollar yana yuradida. Chunki tilla bilamiz juda ham agressiv harakat ko'rsatadi. Mana shu zonani buzib o'tib yana yuqorida harakatlansa, hamma o'zining strategiyasi bo'yicha harakat qiladi. Agar Suxrobekning aytganidagi bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan mana shu haylarga borishimiz mumkin. Va undan tashqari, geosiyosiy risklar, savdo urushi boshlanishi ehtimoliga barchasi hozir bizda tillani narxini ko'tarilishga olib kelyapti. Suxrobek Bitcoinni ko'raylik va videoni yakunlaymiz, chunki hozir fundamental omillar biroz kam bozorda. Dushanba kuni iqtisodiy kalendar bo'sh edi va bugun ham deyarli bo'sh. Shuning uchun aytarli gap yo'q. Faqatgina texnik tahlil bo'yicha pozitsiya ko'rsak bo'ladi. Bitcoin'de men birinchi video tarqib boshlaganimizdan beri падениyaga analiz жасаватам, selga analiz жасаватам, и то шудан beri паденияны көрсөк болот экен. Так, bu жактагы последний уровень поддержкасы пробойный формация болду. Эң астында көргөн болсоңуздар, именно последний минимумда так уровень поддержка калып кеткен. Демек, психологик уровень в данный момент 63 миңде цена турган болсо, 60 миңге да биткоинде алып кетип калышы мүмкүн, чтобы самый сильный психологик уровень, и андан тышкары крупный покупка болгон зона 60 миң деген психологик зонабыз, и именно ошол жерден кайра дагы покупкага аракет кылабыз. Ага чейин только падение. Качан биз покупкага аракет кылып көрсөк болот дегендер үчүн локальный линия трендасы 1 сааттык таймфреймде качан гана ушул линия трендасы пробой боло турган болсо, биз ошондо биткоинде покупкага аракет кылып көрсөк болот туугандар. Ага чейин биз именно биткоинде паденияга карай беребиз. Айттым мен, качан гана локальный линия трендасы 4 сааттык таймфреймде пробой болуп жогоруда свеча жабыла турган болсо, потом биз уже покупкага аракет кылабыз. А эгерде бул бузулбай турган болсо, последний лоулорго чейин, бул жактагы минимумдорго чейин биз селге сделка ачсак болот туугандар. O'rtoqlar, Bitcoin bo'yicha hozir shunaqa holatlar borda, ko'pchilik o'zini bo'lg'usi milliarder sifatida ko'ryapti, chunki Bitcoin narxi arzonlashgan, sotib olishni boshladi-da. Chunki ular ko'rishdi-ku, 120 mingga ham chiqib ketishligini va prognozlar bor, yana ham yuqorilash mumkin. Va shu tartibda ko'pchilik o'zini milliarder deb o'zi hozirdan tasavvur qilyapti. Men shunaqa insonlarni ko'rdim, o'qidim yangiliklarda va ko'pchilik Bitcoinning o'sishligini kutyapti. Aynan Suxrobek tahlilchisi ham albatta qo'llab-quvvatlasa, ko'pchilik albatta xursand bo'lib qoladi bu orqali. Shu bilan Suxrobek bilan tahlilimizni yakunlaymiz o'rtoqlar. Agar mana shu tahlillar davom etishini xohlasangiz, texnik tahlil fundamental gibridni albatta Mod Capital va Market Central Asia YouTube kanaliga obuna bo'lib, videolar ostida fikringizni yozib qoldiring va like bosishni esingizdan chiqarmanglar o'rtoqlar. Undan tashqari Suxrobek, siz ham hozir live ni boshlagan ekansiz. YouTube kanalida videolar qo'yilib boryapti. Mod Capitalning YouTube kanaliga o'tsanglar, ana shu yerda Suxrobekning live videolari mavjud. Agar kimdir live savdoga qiziqadigan bo'lsa, marhamat o'tib u yerda savdoda birga savdo qilish yoki bo'lmasa qanday darajada kuchli mutaxassis ekanligini yana bir bor isboti bilan mana shu videolarda ko'rib olasiz. Shuning uchun biz birgalikda video tahlil qilamiz. Chunki texnik tahlil asosan bozorda kirish va chiqish nuqtalari va mana shu bozordagi holatlardan ehtiyotkorlik uchun stop loss zonalarini ko'rsatib beradi. Agar kim faqatgina fundamentni ishlatsa, bozorga kira olmaydi va gibridning analitika albatta muhim deb hisoblaymiz. Shuning uchun Suxrobek vaqt ajratib biz bilan videoda ishtirok etganingiz uchun sizga tashakkur. O'rtoqlar, agar Suxrobekka ham menga ham rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, videoda davom etishni xohlasanglar, like va komment esdan chiqmasin. Barchaga rahmat. Kuninglar xayrli o'tsin. Salomat bo'linglar. Baringizlarga rahmat, o'zingizlarga oilangizlar.